Bagiza, assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bagiza firmasining ko'ylaklardan keldi novinkalar. Mana sizlarga suv qaynoqqina joyidan obzor qilamiz. Shunaqa ko'rasizmi? Ay, diyor. Hadi tahin ama. Bak uzay kağıtıda. Apa, ne getiriyorsun? Yaptırayım. Ben enerji vertireyim. Charchadim buni borib qalbadan olib kelguncha. Yine müzik yaptıramam. Ana bolaga chiqsa baqirmay tur deyaptimiz. Oying topib beramiz de. Mana sizlarga ko'ylaklarni dodasi kelyapti. Turkiya Bagiza firmasining keldi. Zo'r matosini ham qaranglar, qanaqa. Ham buksa tarafi kengligi shunday bilinyapti. Bu joyidan bilinyapti deyman. Maza qiladigan. Buni oranjiy gulligi kelganda, o'zi deyarli sotib mana qildi. Voy, mana qizil guli ham chiroyli ekan. Bu yil qizil gul, qizil rang, qora qizil ko'ylaklar rosa trend moda bo'ldi. Mana sizlarga mana chiroyli. Shoqqina, anaqa rukovalari ham chimannaqa, ne 5 ne varianti. Swarovski. Yumshoq. Juda ham chiroyli. Qattiga sotganman, qattiga sotganman. Yiqilib ketmas u, anaqa uncha ko'p ko'tara olmaydi lekin bilib qo'ying. Kelinglar, o'zim beshliklari bilan. Bilaymi sen olib ketaverib chiqarganlarini? Mana Ko'rsat. Buni ham pistachka rangi juda ham chiroyli. Bitta ko'rsatib o'tamiz. joy ham tanlanadi, yosh ham tanlanadi. Maza qilsanglar bo'ladi, yumshoqqina shtampil matosida. Mana ham dressni. Meni qaynar xumchamdan chiqaveradi. Ana o'tgan safar lamiraz buyurganda bilasanmi? Opa, buni tegizgamayapti deysan. Qo'ynidi. Shunchaga sig'ganiga hayronman. Preslab jo'natishadi-da, buni уже presda kelgan mana. Ben bu eshik yopib qo'ydim. Men bu aya deb rosa baqirdi shu bola ham bor. Oyisi deb chiqarib baqirib qo'ydi. Mana Bagiza firmasining ko'proq o'yinlari ham kelgan. O'zi shunaqa tez tugab ketadigan ko'ynagimizdan bular. Kelgandan tugab ketadi. Katta razmerlari bor. Matosi ham yumshoqqina. O'zi hozir mana pressdan chiqyapti, g'ijim bo'lmaydi. Yumshoq. Men bilayam juda chiroyli, skromli. Hamma joyiga chizsa bo'ladi, joy ham tanlanadi, yosh ham tanlanadi. Bay ko'rsatganingda rasvetkasi juda ham rasvetka ranglari bilan. Voy, bu tugaydimi? Tugamasin. Nima qilasan buni tugatib? Qarang. Bitta ikkita emas, har bittasidan sizlarga seriya bilan mana ko'rasizlarmi? Har bittasidan. O'tirmadim men. Mana. Bu ham juda ham chiroyli. Fasoni ham zo'r. Yenglari qovalari ham juda ham chiroyli. Maza qilib kelsa, katta razmerlari bor, har taraflama udobniy, bukcha taraflari ham kenggina, matosi yumshoqqina shtampil ko'ylaklarimiz keldi, paftor. Hozir sizlarda korobkasi bor, ishonmiz, emblemalari bilan. Guli, ana Dubaydan ko'rsatib bor. Hammasini ko'rsatib ulgurmaymiz. Bo'lganingcha yonboshingda turib o'shalarni ko'rsatdi. Bay abaya ko'ylaklari. Bay ko'yne, shtampil ko'yne. Juda ham chiroyli. Yaxshilab ko'rsatdi. Bularni xudo xohlasa. Jarotlik varianti. Paketini ham yirtishga qiynaldim, buni nimaga foydalar oson bo'ladi. Ay, nima qilgan. Ama bu entresni ko'ylak. Matosi shifon matosida yumshoqqina, maza qilib kiyadigan ko'ylaklar. Mamlari ham ruchnoy работаchi. Ichlarida astarlari bor, ichi ko'rinmaydi. Qo'llarni ham qaranglar, qanaqa neobechniy variant. Rukovalari boshqa chiroyli. Maza qilib kiyasizlar. Inglida yuvdi turadi, o'shaganda odam maza qilar ekan. Bu ham bu korobkadan qolishmas ekan, narsa sig'dirish borasida. O'sha boshqa model, biling. Garoshka ham boshqa model.
Hozir hammasini ulgurmaymiz. Shunaqasiga ham oxirgi anaqalarim juda ham ko'p. Qashta 15-20 minutlik video bo'lyapti. Voy, men ham yoqtiraman. Judayam chiroyli. O'zim yaxshi ko'rgan posbon ekanda. Judayam. Ramklari ham-chi. Voy, maza qilib kelasizlar, ishlarda astari bor, ishlarni ko'rsatmaydi. Qariya bilan shifon kambroni qilib ishlangan bu. O'zidan shifon anaqa. Judayam ko'p. Asalligini. Razaq bitinglar. Qizlarlar bor. Bolalar. Hozir bu mashirang trendda bo'lgani uchun, ko'pchilikka ma'qul bo'lgani uchun juda ham ko'p buyurdik. Rukavasini ham ko'rsat, buni ruchnoy odlarni yaqin qilib olaydi-mi? Ko'rvasa xrustallar ruchnoy ishlangan, rosa ham oldim. Mana ko'rvaslar. Yaqindan olaman. Rosa ham chiroyli. Mana ranglarni qaranglar. Ertaga bo'lsa kerak. Mana bu ham juda ham chiroyli. Mana rukavalarni ko'rsatdim. Ko'rvasizlar, Shunaqa yumshoq, shunaqa yaqindan priятный. tiniq olib berishga harakat qilyapman. Buni yirtib tashlading, kuching yetmayaptimi Dubayga? Yo'q, Dubayga kuchim Yaqinroq, ana shunaqa qilib 5 kilo bo'lganda maylidir. Shunaqa priятный. Dubayga, Dubay. Dubaymi bu? Yirting. Kuchim yetmayapti, ketyapman. O'z vaqti yetib. Mana rangi ham yaxshi. Juda ham chiroyli. Voy, shunaqa приятный, shunaqa yumshoq. Tegini ham ko'rsatganda mana shu kuni tegi вообще modeli chiroyli. Pastki tegi qismini ko'rsat, bular mana shuni. Mana shu tegi qismini ko'ryapsizmi qanaqa? Chotki. Vashi buni o'xshashi bo'lmaydi deydi-yu, men sizlarga ko'rsatib turaman. Bunisi shifon, ko'ryapsizmi? Basa, men bunisi o'zi xarir mato, xarir, shifon qanaqa yumshoq bir to'sni etam takrorlab bo'lmaydi. Kiyganinglar dastabida tinchlanadigan kunlarni olib keldik. 12 ta viloyatga dastavka ham bor. Hammanglar magazinda kutib qolamiz. Bularni ko'p bilan obzor qilishga ulguramizmi yo'qmi? Yoki sotamizmi? Narxini ayting tez. Qaysi birini o'zim bosam deb o'ylanyapsanmi? O'zingga qarang, menga ko'zim taqilmayapti. Qaysi birini kiysam ekan o'zimni. Obunachilarimiz mana bayram oldi va'da qilingan Dubay, Turkiya ko'ynelarimiz keldi. Faqat ulgurib qolasizlar. Sonlari ja ko'p emas. Bitta zo'ridan oldiring, yana bitta ikkita bunaqaroqdan oldiring, o'tga kiygani уже maza qilib kiyasizlar, xudo xolasam. To'ylarga ham, gaplarga ham, pasivdeni mehmondorchilik hamma joyga kiyib ketaveradigan ko'ylaklar bor bizda. Kelaverasizlar obunachilarimiz. Sizlarni